Assalomu alaykum Mo'ysam Uz kuzatuvchilari. Kirib keladigan Ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin hammamizga. Nima orzu havaslar, nima yaxshi niyatlar bo'lsa, hammamiz bilan yaxshi niyatlarimizga erishaylik. Ko'pchilik so'rashibdi bizdan, o'ntalik boks qanday bo'libdi, qanday qurilibdi, ko'pchilik qiziqishibdi-da. Biram professional ishga ozgincha vaqt talab qiladi. Ozgincha emas, anchagina desam bo'ladi. Bir professionalni gigant mo'yka qurilibdi. Buxoroga xudo xolasa nomer 1 bo'ladi. Endi sizlarga qanday qurilayotganligini, qanaqa dizaynga qurilayotganini sizlar qisqacha obzor qilib beraman. Xudo xolasa mo'ykamiz ishga tushgandan keyin yana to'liq obzorni YouTube kanalimda, Telegram kanalimda qo'yib boraman. Operator bitta mo'ykani chiroyli qilib klientlarimizga obzorcha qilib beradi. Bilasizlar, korpuslarimizda faqat nerjavekadan ishlab chiqaradi. Sababi korpus nerjaveka bo'lgandan keyin zanglamaydi, churmaydi, kraskasi uchib ketmaydi. Korpuslari nerjavekadan. Bizda hozir hadavoy ketadigan apparatlarimiz 8 ta funksiyali katta monitor bilan bo'lgan. Sal katta monitor bo'lgandan keyin ozgincha pul qo'shiladi. Doполнительный 8 ta funksiya deganda voda, turbo voda, osmos, oq pena, yashil pena, qizil pena, nano shampun vazifasi blesk beradi, pauza и vosk. Bilasizlar, bizda faqat italyan konsol, zavoddan keladi. Agar o'zimiz ishlab chiqarsak ham, yanada qanchadir muddatda arzon bo'ladi, lekin biz xohlaymiz klientimiz mazza qilib, ko'proq ishlatish uchun zavod narsasidan foydalanamiz. Konsollarimiz komplektda ikkita konsol bo'ladi, 20 metr ikkita troslik shlankamiz bo'ladi. Bor bir xilla narxdan yana arzon qilib beradi, bitta troslik qilib beradi. Lekin biz ikkita troslik qilib beramiz, chunki ko'proq xizmat qilish berish uchun. Chunki qo'yib beradigan apparatlarimiz bu bizning yuzimizda uchun zo'r, sifatli mahsulotlardan, zavoddan olib ishlatamiz. Komplektning ichida 20 metr shlankasi bor. Kovrak dejaklar, ko'rasizlar, nerjavekadan ikkita kalchanlari bor. Mo'ykamiz mana shunaqa holatda qurilgan, 5 ta bu tomonda, 5 ta bu tomonda. Ya'ni xudo xolasa, boksimizning ichida yana kovriklar ham bo'ladi. Klientlarimiz ustiga chiqib mazza qilib yurishadi. Endi sizlarga hozir qisqacha, hammasidan qisqacha obzor berib, tushuncha berib o'tib ketmoqchiman. Motorlar turadigan xonani ko'rsatmoqchiman. U qanday akkuratni qilib yig'ilganligi haqida sizlarga qisqacha yana ma'lumot berib o'taman. Ketiga qarab. Eshikdan ochganimizdan sizlarga anaqa atmosfera kutib bo'lish kerak. Motorlarimiz turishini qaranglar. Bironta lishni narsa yo'q. Sifatli degan nima kiradi? Sifatli deganga italyanskiy motor. Bor, turetskiy motor ham bor, bizga Xitoy motor ham bor, Italiya pompa. Mana ko'rishingiz mumkin, yozuvlar Italiya. Yozuv bilan ko'rishdingiz bitta italyanskiy motorni. Ko'pchilik konkurentlarimiz Xitoy motor qo'yib berishadi, italyanskiy pompa qo'yib beradi-da. Ya'ni narxini sal arzon qiladi, lekin sifatsizligini klientlarimizga tushuntirib berishmaydi. Vertu bypass vazifasi pistoletni qo'ygandan keyin 200 bar pompani ichiga oladi. Manometrlarigacha bor, necha bar davleni set ikonlarigacha. Shitimiz ko'rishingiz mumkin, invektorlik. Faqat bizda regulyatorli yig'iladi. Regulyatorning vazifasi dalillarni birdan ko'tarib tushirasizlar. Bor, bir xil konkurentlarimiz invektor qo'yib beradi, oddiygina relay dalillarni birdan ko'tarib tushirasiz. Lekin uni ustuni o'zi qo'yib ketadi-yu, lekin klientlarimiz uni tushunmaydi. O'shuning uchun biz qulaylik bo'lsin deb regulyator ham bir pult upravleniyaini tushirib qo'yganmiz. Shitimizning yuzgi tomonida necha voltdan tok keladiganini ham ko'rib o'tirasizlar. Mabodo qanaqadir tok baland past kelgan paytga bemalol ana shundan ko'rib telefon qilib murojaat bo'ladi. Mana shunaqa holatda qo'yilgan bo'ladi. Klientlarimizdan qilinadigan ishlar 380 tok mana berib ketirib qo'yishlari kerak bo'ladi. Bochkani yerdan 1 metr balandga ko'tarib bersa, bizga yana tubalar olib bersalar, montajni tekinga qilib beramiz. Faqat 1 metr balandga berishlari kerak. Tubalar olib bersa, anaqa qilib montaj qilib beramiz. To'yish ko'p savol tug'iladi. Bu apparatlarimiz qanaqa suvga ishlaydi dedi. Bu apparatimiz osmos suvga ishlaydi. Endi biz osmos haqida ham ma'lumot beramiz. Bu bizning osmos apparatimiz Bilasizlar, Atlant Fortuna eng gigant osmos chiqaradigan zavod. Shu Liboy internetga Atlant Fortuna deb yozsangizlar, qilib kelgan ishlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Bu bizga tegishli emas, lekin Atlant Fortuna'ni sizlarga tavsiya beraman, qilgan ishlarga javob berishadi. Ramz Zavadskoy 2 tonalik osmos qilib bergan raqamiz, hali apparatimizni yoqqanimiz yo'q. Xudo xolasa, bir hafta 10 kundan keyin ishlatib, sizlarga yana tushuncha berib o'taman. Apparatimiz bu 2 tonalik. Hamma suvi osmosga ishlaydi. Masalan, bir xilla vodaga sho'r suv qo'ysa, osmosga qo'yadi. Yo'q bizda. Hamma narsasi osmosga ishlaydi. Chunki klient bir marta yurgandan keyin 100% sizning mo'ykangizga qaytib kelishi kerak. O'sha uchun suvni nima qilmaylar. Agar o'sha suvdan tortsangizlar, uni klient ham qo'shadi. Chunki bir xilla osmos nimaligini tushunmaydi. O'sha uchun hamma narsani osmosga qilishlaringizni sizlar tavsiya berib o'tasizlar.
Endi sizlarga mo'ykamizni qulaylik tomonlari, klientlarimizga nima qulaylik tomonlarini borligini sizlarga qisqacha yana aytib o'taman. Ketdik. Eshikdan o'tganimizdan bu zonamiz sartarosh xona. Mashinangizni xohlang mushikka bering, o'zingizni laptop soching. Endi o'la qurilaydigan jarayonlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Xudo xolasa yoqqandan keyin, o'chab yurgandan keyin, ishga tushgandan keyin yana ham to'liq obzorni qilib beraman. Agar oladigan videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bu yerda podpiska va like sizlardan kutib qolaman. Yana qiziq joyi bor. Ketdik dalish. Bu bizning klientlar tutadigan zona bo'ladi. Ba'zan e'tibor bermasdan, bo'lmasa sharoitlar bo'lmagan tomonda o'tirib, tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerga qo'l bo'lib akvarium yasayapti. Ular bironta mo'ykaga akvarium yo'q. Baliqlar bilan birga bo'ladi. Просто e'tibor bermasdan ular quradigan jarayonda protsessda bo'libdi. Biram aytmoqchi, professionallik uchun o'zgincha vaqt talab qiladi. Zo'r biznes qilmoqchimizda sabr tayyor oltin. Xullas mana shunaqa ishlar. Yana bitta qiziq joy bo'ldi. Nima ko'rsatamiz yo'q? Akit mayli, qiziqdi deylik, oxirigacha ko'rsatay. Yurganlar. Bu bizning futbol o'ynaydigan zonamiz. Mush yurgandan keyin umuman zerikmaysizlar. Kelasizlar yana do'pning tepasida tamom maza qilib futbol o'ynaysizlar. O'li yana qiziq joyi bor. Xudo xolasa akam aytibdilar, bilyardni bilan kompyuterni zonam ochaymi, yo'qmi deb o'ylab o'tiribdilar. Xudo xolasa och yorishlari ham mumkin, lekin akam komfortni yorib qo'yganlar. Biram beri gigant shaharcha qurilibdi. Xohlang do'pi o'ynang, xohlang sochingizni oldiring, xohlang kofe iching, xohlang zapravka qiling, xohlang mashinangizni yuving. Yana qanaqa komfort kerak sizga? 5 ta komforti bor mo'ykani. O'sha kelasizlar, yuvasizlar, ketasizlar. Xudo xolasa bitgandan keyin lokatsiyasini Instagramimga, Telegramimga, YouTube'imga qo'yib boraman. Kelib, ko'rib, yuvib ketishingiz mumkin. Agar sizda yanada bunaqa bundan-da zo'r proyekt kerak bo'lsa, Mo'ysamizga telefon qilinglar, noldan xuddi shunaqa proyekt qilib berishadi. Bizlarni kuzatib boruvchi aziz obunachilar, bizdan uzoqlashmanglar. Yanada Xudo xolasa bundan zo'r proyektlar oldinda. Hammaga kattakon rahmat, sizlarni kutib qolamiz Mo'ysamizda.